Bugun dam olish kunida qanaqadir toqqa chiqib ketyapman. Uni qaranglar. Bepoyon toqqa chiqib ketyapman do'stlar. Bu endi juda ham baland tog' ekan. Shuni oxirigacha chiqishim kerak. Men tog' tepasiga chiqdim. Manzarani qaranglar. Après la mort d'Alexandre le Grand, pendant les guerres de division en cours, Aspendos tomba entre les mains des royaumes hellénistiques. En 133 avenue Jésus-Christ, la ville a été annexée à Rome avec le reste des terres Spendos qui pour son apogée au IIe siècle. Buni qaranglar. Qanaqa joylarga chiqib ketib qolibman. Pastlik juda past. Mana bu pastdan tushib kelyapman hozir. Ha, o'sha tepalikka chiqish orzuyim Tutsi deydi-ku, bir multfilmda. Yaxshimisan, brachka? Keldingmi? Qondaysan? Assalomu alaykum. Yaxshimi, zo'rmi? Ishlar yaxshimi? Shogirdlar shu yerda, shogird. Bola yosh. Bugun shogirdlarni olib bir aylanib ketayotganimizda mana shunday qadimiy obyektga duch kelib qoldik. Juda ham chiroyli tog'lar bag'rida shunday bir chiroyli manzaralar bor ekanki, buni albatta sizlarga ko'rsatmasam bo'lmasdi. Miloddan oldingi 12-asrda qurilgan mana shu obyektni bugun tomosha qilamiz. Bugungi videoroligimiz juda ham zo'r bo'ladi. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Men sizlarga hozir bir juda ham chiroyli manzarani ko'rsatib o'taman. Marhamat. Har gal safarga otlanganimda mana shunday tog' yon bag'rilarini, toza havoni izlashga harakat qilaman. Chunki shahar havosidan charchab, stresslarga tushgan paytimizda mana shunday ob-havolar, mana shunday chiroyli manzaralar stresslarni yechishga yordam beradi. Tog'lardamiz. Tasodifan o'tib ketayotganimda 12-asrdan beri, hozirgi 12-asr emas, miloddan avvalgi 12-asrdan beri saqlanib kelayotgan bir me'moriy yodgorlikni oldidan o'tib ketayotgan ekanman. Tasodifan. Va u yerga kirib, toqqa chiqib, uni birgalikda ko'rib, albatta sizlar bilan ulashmasam bo'lmadi. Shunday bir chiroyli manzara ostida bir chiroyli obyekt bor ekanki, asti qo'yaverasiz. Tarixni biladiganlar oramizda juda ham ko'p. Men endi tarixni uncha tushunmayman. O'zim bilganimcha obzor qilib o'tdim, lekin adashgan bo'lsam kommentariyada to'g'rilab qo'yasizlar. Videoni birgalikda tomosha qilamiz. Juda ham zo'r, emotsiyalarga boy video bo'lgan. Marhamat do'stlar. Bu go'zallikni sizga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana o pastdan tushib keldim hozir men. Turistlar ko'p ekan bu yerda. Ko'p ekan bu yerda turistlar. Mana bu zdaniyani qarang. Zo'r joylar ekan-a, lekin ha. Mana. Nima bor bu yerda? Ariq bor. Suv bor. Hech narsa yo'q. Mana. Mana. Mana shu ariqdan suv o'tgan ekan. Mana endi tepasiga chiqib ko'ramiz hozir. Bu go'zallikni qarang. Bu go'zallikni qarang. Bu yer qayer bo'lsa ekan, bu yer o'zi nima o'zi bu? Ha? Meni terrasimga tushirib qo'yman shu yerga. Mana aka. Ha. Qani, qaysi tomonga yuramiz? Bu o'ynab ketmaydimi ekan, ey? O'ynab ketsa o'yillikda. Bu nechinchi yillar qurilib, buzilib ketganda, million yil oldin qurilgan, qara. Sement, pament ishlatilmagan bularga.
Mana shu o'ynab ketsa odamlar bosib qoladi-da. O'ynab ketsa odamlar bosib qoladi. Bu Neandertal davridan qolib ketgan. Mana, bu toshlarni qurganini qarang. Agar o'ynab ketsa o'ladi-da. Sementmi ichida loy ekan. Loy ekan. Buni qaranglar. Mana turistlar yuribdi. Mana. Nima tushunmadim bu yerga, lekin juda ham opasniy joy ekan. Agar o'g'nab ketsa, mana bu devorlarga garantiya yo'q. Bu qal'a bo'lar ekan. Qanaqadir miloddan avvalgi nechinchidir yillarda mana shu yerlarda shohlar hukmronlik qilishgan. Mana shunday baland zdaniyalarda. Bugun esa ulardan deyarli hech narsa qolmagan. Mana bu ham qanaqadir bir joy. Endi buni tarixda o'qish kerak. Afsuski tarixda unchalik bilmaymiz. Aynan mana shu yerda ham miloddan avvalgi 161-yilda qurilgan uyi premyerniy arxitekturasini ko'rishimiz mumkin. Endi tomi yo'q bo'lsa ham taxminan ko'rishimiz mumkin. Marhamat, miloddan avvalgi 12-asrdagi 161-yilda qurilgan uylardan lavhalar tomosha qilamiz. Mana iloji boricha yaqinroq keldik. Miloddan avvalgi 161-yildagi uylar, demak, mana обычный ikkita ustun qo'yilgan. Ikkita ustun qo'yilgan. Mana bu yerda ham bor. Demak, oynasi ham bo'lgan. Mana bu yerda oyna ham bo'lgan ekan. Bu yerda ham nimadir bo'lgan. Bu yer to'lib qolgan. Aslida uy bo'lgan bu tomon. Demak, bu yerda katta xona, yana bitta xona. Endi e'tibor beramiz mana bu yerga, uyni ichidagi mana bu bezakka e'tibor beramiz. Bu oyna bo'lgan do'stlar. Bu yopilgan, mana bu yer oyna bo'lgan. Qaranglar, o'sha paytdagi dizaynga e'tibor berasizlar. Bu yerga hozir ichkariga kirgizgani qo'ymas ekan. Mana. Mana shuni ichi to'lib qolgan vaqtlar o'tishi bilan. Buni ichlarini tozalab, hozir yaxshi qilib qo'yibdi mana. Bu miloddan avvalgi 12-asrdagi uylar mana shu holatda bo'lgan mana. Umumiy ko'rinishini ko'rsatib o'tyapman. Ikkinchi etaji mana bu. Mana bu yerda bolalar turgan teshiklarda 2-etaj, 3-etaj. Endi bu boylarda uy bo'lgan bo'lsa kerak-da. Buzilib ketgan bu uylar. Dalshi naryoqlarda ham bo'lgan mana. Mana bunaqasiga uylar ketgan. Mana bu yerdan qandaydir tushib keladigan joy zina bo'lgan bu yerda. Saqlanib qolganini qarang-da, endi shuncha vaqt ichida saqlanib qolganini qarang. Mana buni saqlanib qolganini qarang. Bu yerda ham qandaydir bir zdaniyalar bo'lgan bu yerda ham. Mana pastlarda ham bo'lgan hattoki. Mana taassurotlar ajoyib, juda ham zo'r ekan. Bu tomonga yuramiz endi. Ketdik. Nima bor ekan bu tomonda? E'tibor beringlar. Faqat tosh, tosh. Sement ham yo'q, hech narsa yo'q. O'sha payt nima bilan yopishtirgan, ag'nab ketmaganiga qarang. Mana shu toshlardan payg'ambar qurilgan uylar mana.
Bu yoqqa kirsak bo'lar ekan-ku. Mana. Bu yoqqa kiraylik qan. Endi bu yerda qal'a bo'lgan ekan qanaqadir. Qanaqadir qal'a bo'lgan ekan. Mana. Mana buni qarang. O'sha asrlarda qurilganda endi bular, ha? Toshlarni qarang. Orqadan ko'rinishi. Mana. Bu tomonda endi mana qizdanyalar ekan. Orqasidan bitta ko'raylik-da, men bu uyga juda qiziqdim-da men. Orqa tomondan bitta ko'raylik qani. Endi turistik maskan bo'lib qolib ketdi bu yer. Mana qarang. Rim kolonnalarini qarang. Kolonnalarni qaranglar. Qaraqangi tekis kolonnalar qanaqa bo'lgan o'sha paytlar. Mana. Demak, tak. Hozir taxmin qilib ko'ramiz, qanday yashagan ekan bular. O'sha paytlar. Mana kirish eshigi. Endi bu yerlarda hozir tuproq ko'p bo'lgan-ku, u paytlar past bo'lgan. Mana bunday bo'lgan, past bo'lgan. Demak, mana shunday kirgan uyga. Mana bu yer hol. Bu yerdan bitta xonaga kirgan. Xonadan yana bitta xonaga kirgan. По-моему, родительский спальня u yoqda sanuzeli bo'lgan. Mana bu koridor. Ko'rgan bo'lsanglar, mana o'rta koridor. 1 metrlik koridor. Bu yoqda to'g'ri mehmonxonaga kirgan. Mehmonxonadan yana bitta xonaga o'tgan. Yo'q, mehmonxona emas. Ya'ni qanaqadir yana bitta hol. Holdan mehmonxonaga o'tgan, bu yoqdan yana bitta xona bor. Qaranglar, mana ostiga ko'rsataman. Menimcha bu ham общий sanuzel. Mana bu ham общий sanuzel. Общий sanuzeldan keyin yana bitta xona bor, kichkina xona. Endi miloddan avvalgi 12-asr uchun, ya'ni miloddan avvalgi 161-yil uchun bu planirovka zo'r degani. Sadece mana shu родительский spalnigacha, koridorgacha, holgacha o'ylangan, hattoki hozirgi zamonaviy proyektlardan ham zo'r proyekt qilishgan. Yana bir marta sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bunday kiradi hol. Mana bu yerdan kirish joyi bo'lgan. Hol. Holdan keyin to'g'rida yana bitta kichkina hol. Ko'ryapsizlar. Undan pryamoy o'tganda yana bitta katta xona, mehmonxona. Bu tashqariga chiqib ketadigan eshigi ham bor. Ana endi mana bu yerdan chiqqandan keyin bitta koridor ketgan, uzun koridor, do konca. Endi u koridordan mana bu mehmonxonaning oynasi koridorga qaragan ekan. Mana bu yerda menimcha sanuzel bo'lgan, mana bu yerda родительский spalnya bo'lgan. Yana qaytib chiqib, mana bu yerdan kiriladi. Bu yerda yana bitta oshxona, liba o'tiradigan joy. Mana bu yerda yana bitta sanuzel bo'lgan. Bu tomonda Rim kolonnalar, bu tomondan chiqadigan joy bo'lgan menimcha. Xullas, planirovka zo'r. Undan keyin menimcha mana bu yerda sharsharalar, qanaqadir fontanlar bo'lgan bo'lishi kerak, chunki mana bu yerda zina tushadigan joy bor, mana. Ko'rdinglar, bu yer qanaqadir. Endi qarochi juda boylarning joyi bo'lgan bu. O'ta boylarning joyi bo'lgan. Mana sizlarga realni ko'rsatib o'tdim do'stlar. O'sha paytdagi 12-asrda taxminan bir tasavvur qilib ko'rdik xolos. Ana endi bitta savol tug'iladi. Mana bu pastdan kirib keladigan joy nima ekan bu? Nima ekan? Mana bular katta xonalar, bular nima ekan? Uni topish kerak. Bu tomonlarni qaranglar. Shunaqasiga bo'lganda bir paytlar. Mana o'shalarning g'ishi. Mana shu holatda bo'lgan g'ishlar. Mana shu holatda g'ishni bir-birini ustiga qo'yib, tekisligini qarang, qanday tekis chiqargan. U payti uruven bo'lmagan, lazer bo'lmagan, niveller bo'lmagan. Shular bir necha 100 million yillardan beri turibdi mana shu devorlar. Mana shu devor, mana qalinligi 50 sm bor. Ikkita qo'ylar ekan, demak, xuddi mana shundan, mana bundan ikkita mana bunaqasiga qo'ylar ekan, demak, qarab turinglar, mana. Bitta, ana ikkita qilib bunaqasiga ham qurib ketavergan.
Mana. Xullas, men o'ylaymanki, bugungi sayohatimiz juda ham zo'r bo'ldi. Dahshat joylarga kelib qoldik. Bugun bir dam olish kuni bizdan bir aylandik. Xuddi o'sha nargi tomondan ko'rsatib o'tganimiz endi oldidan ko'rinishi. Mana bu yer endi to'lib qolgan-ku. O'sha paytlar to'lmagan bo'lgan, men endi vaqtlar o'tishi bilan tuproqqa to'lib qolgan. Bu yerda bitta xona bo'lgan. Mana bu yerda bolalarning izi bo'lgan. 2-etaj, bu 3-etaj bo'lgan. Terrasa qismi ham bo'lgan bu yerda. Ana endi mana bu yerlarda ustida Rim kolonnalari bo'lgan. Mana bu ayvon bo'lgan bu yerlar. Bu yerlar ayvon bo'lgan mana. Ayvondan bu eshikka kirgan, bundan bu eshikka kirgan, bundan bu eshikka kirgan va mana bunaqasiga tushib ketgan mana. Ko'ryapsizlar, mana pastda mana yo'laklar bo'lgan, mana bunaqa yo'laklar bo'lgan. Mana bu plitalarni qaranglar. Mana shu plitalar, mana shu to'rtburchak plitalar o'sha miloddan avvalgi 12-asrda bosilgan. Qandaydir mana bu yerda yana bitta eshik bor. Bu zdaniyalar qurilib ketgan. Bu g'ishlarni qaranglar. To'rtburchakligini qaranglar. Ko'ryapsizlar-a? Miloddan avvalgi 12-asrda. Tasavvur qilinglar bu g'ishlarni, kattaligini qarang. Mana bu tushib ketay deb turibdi. Lekin turibdi, million yildan beri turibdi. Mana. Tushib ketay deb turibdi. Nima ushlab turibdi shu yerda? Qarab turinglar, mana. Men sizlarga tushib ketishiga sal qolgan bitta g'ishni ko'rsataman. Mana. Mana o'sha toshlar. Mana o'sha qurilish anjomlari, ya'ni g'ishlar. Miloddan avvalgi 12-asrda g'ishlar mana shu ko'rinishda bo'lgan. Demak, shebin, qum bor, yana nimadir yopishqoq modda bilan yopishgan. Bo'lmasa bu darajada turmaydi. Qani ketdik. Bu endi taxlab qo'yibdi, mana bunday qilib taxlab qo'yibdi. Shu yerda ham nimadir bo'lganda, mana g'ishni qarang. 1 2 3 4 5 6 120 ga 1 2 50. Demak, 120 ga 50 bo'lgan ekan. Juda ham katta. Buni qanday chiqargan tepaga qarab? Nima bilan chiqargan ekan bular? Buni qaranglar. Nima bilan chiqargan ekan? Shu meni o'ylantiryapti. Mana. Men bu yerdan bitta rasmga olish kerak ekanda. Mana bunga qaranglar. Bu yerda nima bo'lgan? Bu nima polaydi endi? Nima deysizlar? Bu yerda nima bo'lgan? Menimcha basseyn bo'lgan. Yo'q, basseyn bo'lmagan. Basseyn bo'lganda mana bunaqa teshiklar bo'lmasdi. Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Kim taxmin qila oladi? Tarixiy manbalarda nima deb yozilgan ekan? Mana. Ana Mona Lisa deydi-ku. Ehtiyot bo'linglar, mana buni qaranglar. Agar o'lsa siljitib bo'lmaydi mana bu. Mana buni qaranglar. Ehtiyot bo'l, mana kallangga tushib ketadi. Ehtiyot bu bratishga. Bu tomondagilar og'nab ketgan, o'sha bu yoqdagilar mana. Mana o'sha tomon bo'lib og'nab ketgan. Mana o'zidan yana qaranglar.
Ana endi miloddan avvalgi 12-asrda mana shunaqangi plitalar bilan kafel terilgan mana. Bu yer ham qanaqadir bir zdaniya bo'lgan bir vaqtlar. Qarang, yillar o'zini kuchini ko'rsatganini qarang, qancha tuproq bosib qolgan. Yillar o'zini kuchini ko'rsatyapti. Mana shular oldin tekis bo'lgan mana shunday. Keyin olib buni kafelni chiqargan. Mana bu yerda kafel bor, mana. Mana kafel bor. Mana bu yer to'lib qolganda uni kovlagan, topgan olimlar. Endi bu yoqqa tushib bo'lmas ekan. Bu yoqqa yuramiz endi. Mana sekin-sekin kovlab topyapti bularni. Arxitektorlar topyapti, asta topyapti. Ana endi mana bunga qaranglar. Mana shu yerdan tushsa bo'larmikan? Tusha olamizmikan? Qiyinga o'xshayapti. Sekin tushsa bo'ladimi, yo'qmi? Sekin yuraylik qanariroqqa. Tushib ketardik-da agar tushishning imkoni bo'lganda. Tushsa bo'lar ekan shekilli. Mana buni qaranglar. Nima bo'laydi bu? Bu nima bo'laydi? Bu nima ekan, ey? Ana. Yana qanaqadir joyga kelib qoldik. Mana shunday chiqadigan joy bor ekan. Bu yoqdan kelgan. Demak, qaraymiz ichiga. Hali sayohatimiz tugamagan ekan hali. Albatta mana zdaniyasi bor ekan buni. Buni ichiga kirishga qo'rqamiz hozircha. Uy bo'lgan ekan. Tepani qarang, mana bu g'ishti bunday aylantirib terganini qarang. Miloddan avvalgi 11-asrda endi qanday tergan bo'lsa buni, nimaga qo'ygan bo'lsa, apalapkani qanday qilgan bo'lsa. Anaka, bu yog'ini ham ko'raylik qan. Anaka. Tepani qarang. Qay ahvolga kelib qolgan. İçine endi nima bor ekan ichida? Ketdik, surdik. Xullas, shunaqa gaplar. Bu oldin kim yashagan, qanday bo'lgan, absolutni bilmayman do'stlar. Bir yo'ldan o'tib ketayotgan joyda shunaqa muzey bor ekan. Shu muzeyga bir kelib sizlar bilan bo'lishkim keldi. Iloj boricha harakat qildik, yoritib berishga o'zimiz bilganimizcha. Men o'ylaymanki, sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Manzaraga nechi manzaraga? To'g'ri ketyapmizmi? Adashib qolmasak yaxshi edi, ha. Aniki. Maniki. Bu yoqdan ham ketsak bo'lsa kerak, bilmasam endi. Mana shu zdaniya. Buni ichiga kirmadi-ga, buni ichiga. Buni ichiga kirmadi-ga, zdaniyaning ichiga. Olddan o'tib ketdi-ga, bo'yna oldi tomondan. Mana ularni qarang, toshlar terib qo'ygan. Toshlar terib qo'ygan, qaranglar. Shunaqa gaplar, xullas. Zo'r joylar ekan. Bugungi dam olish kunimiz mana shunday o'tdi. Yaxshi, yomon emas. Toshlarni avaylab, yog'ochlar ustiga qo'yib qo'yibman. Qarang, toshlarga hurmatni ko'ryapsizlarmi? Toshlarga bo'lgan hurmat. Ana.